Mamlakatimizda tibbiyotga berilayotgan alohida e'tibor e'tirofga loyiq. Bu borada har bir yo'nalish bo'yicha imkoniyatlar eshigi ochilmoqdaki, natija tobora ko'zga tashlanmoqda. Jumladan oilaviy poliklinikalar, shahar, tuman va ixtisoslashgan shifoxonalar misolida o'zgarishlar, amalga oshirilayotgan yangiliklarni ko'rib o'tish qiyin emas. Xususiy salomatlik maskanlari faoliyati ham yurtimizdagi tibbiyotning rivojiga va o'z navbatida xalqimizning salomatligiga munosib ulush bilan hissa qo'shmoqdaki, bunga fakt va dalillar ko'plab topiladi. Yangi ish boshlayotgan klinikalar esa tibbiyot masalasida hukumatimizning imkoniyatlari va imtiyozlari kengligi, bu borada faoliyat olib borib yutuqlarga erishayotgan, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan mutaxassislarning ko'pligidan dalolat beradi. Hozirgi paytda Toshkent bu O'rta Osiyoda, hattoki hamdo'stlik mamlakatlarida tibbiyot markazi bo'lib qoldi. Hattoki O'zbekistonda tibbiyot turizmi ham rivojlanyapti. Shuning uchun bizga keladigan ko'p chet elliklar faqat quloq, burun, tomoq yo plastik jarrohlik emas, kimgadir yuragini, kimdir oyog'ini, kimdir boshqa har xil sohadan bormi degan savollar juda ko'p tushadi. Shuning uchun yaxshi niyat bilan yangi klinika, ko'p tarmoqli, butun dunyo tibbiy talablarga javob beradigan shunaqa klinika ochamiz. Bundan nihoyatda xursandman. Bir necha yillik orzuyim edi. Xudo xolasa endi bu yerda har xil sohalar bor. Neurologiya bor, pediatriya, kardiologiya bor, o'sha plastik jarrohlik, undan tashqari o'sha ortopediya, travmatologiya deymiz, ginekologik kasalliklar, urologik kasalliklar. Yaxshi laboratoriya apparatlarini olib keltirdik. Dunyoning o'sha eng oxirgi apparatlaridan, undan tashqari o'sha fizioterapiya uchun kerak bo'lgan apparatlarni olib keldik. Eng o'sha oxirgi o'sha apparatlar bilan bizlar ish boshladik. Toshkent shahrida kuni kecha ochilib ishga tushirilgan yangi salomatlik maskani tibbiyotdagi yana bir yangiliklardan, yangi ishlardan desa bo'ladi. Bu xayrli ishlardan sanaladi. Sababi qarovsiz, tashlandiq ahvolda yotgan bino ta'mirlanib, ko'rkam maskan sifatida qad rostladi. Atrof shahrimiz ko'rkiga mos ravishda obodonlashtirilib, yashil makon shiori ostida dam olish uchun qulay sharoitlar yaratildi. O'nlab yangi ish o'rinlari yaratildi. Xalqimiz sog'ligini tiklab, salomatligini saqlash yo'lida yana bir keng imkoniyatlarga ega bo'lgan maskan ishga tushdi. Klinikani esa mana ochib oldik. O'nlab operatsiyalar qilishga ulgurdik. Koridorlargacha chiroyli gullar qo'yib, hattoki o'sha sanatoriya sharoitida mayingina qilib o'sha musiqa qo'yib qo'yamiz. Ertalab kelganda mikrofonda hurmatli bemorlar, yaxshi dam olib turdingizmi? Bugun kunlaringiz yaxshi o'tsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab ishni boshlaymiz. Bu ularga ko'tarinki ruh beradi. Suhbatdoshimiz malakali va tajribali lor shifokori, plastik jarroh, nafaqat yurtimizda, balki jahon sog'liqni saqlash tizimida o'z o'rniga va o'z mavqeiga ega mutaxassislardan. To'g'ri, yillar davomida turli davlatlarda ishlab tajriba orttirdi. Lekin keyingi davrda mamlakatimizda har sohaga bo'lgani kabi tibbiyotga alohida e'tibor va mutaxassislarga yetarlicha imkoniyatlar berilayotgani haqida eshitishi bilan O'zbekistonga qaytdi. Berilayotgan shart-sharoitlardan unumli va o'rnida foydalanishga kirishdi. Bu bola ham shu quyonlar bilan tug'ilgan, bu tug'ma nuqson, bu irsiy kasallik hisoblanadi 50%, lekin 50% o'sha homiladorlik paytida ona qattiq nervist qilsa, havas ketgan narsani yemasa ham quyonlar bo'lib tug'ilishi mumkin. Shuning uchun hurmatli onalar bunga e'tibor beringlar. Endi bunaqa operatsiya biz ko'p qilamiz. Hozir qovurg'achasidan kichkina bitta material olib, burnini cho'ylab qilib, nafas yo'llarini ochamiz. Hozir burun yopilganligi uchun gapini tushunib bo'lmaydi, manqalanib gapiraladida. Biz Qozog'iston Respublikasidan keldik. Doktor Faxriddin bilan qo'ng'iroqlashgandik. Meni o'g'lim 25 yoshda. U nafas yo'lidagi va burnidagi nuqson bilan tug'ilgandi. 18 yoshgacha jarrohlik amaliyoti o'tkazish mumkin emasligini aytishgandi. Rosa shifokorlarni kuzatdik. Renoplastika bo'yicha O'zbekiston yuqori o'rinda turishini eshitdik va o'rganib ishonch hosil qildik. Mana bugun Toshkentga yetib keldik. Hademay o'g'lim operatsiya qilinadi. Meni yuragimda xavotir bo'lsa-da, ko'nglim tinch. Chunki men bu yerdagi shifokorlarning malakasiga va tibbiyotning sifatiga ishonaman. Toshkent shahrida zamonaviy Fomit klinikasi ochildi. Fomit klinikasi ko'p tarmoqli bo'lib, barcha kasalliklar bo'yicha eng zamonaviy usullarda, eng so'nggi tibbiy jihozlar bilan xizmat ko'rsatiladi. Salomatligingizni Fomitga ishoning. Siz Fomitga yo'l oldingizmi? Bu eng aqlli va to'g'ri tanlov. Fomit klinikasi manzili
Uchtepa tumani, Chilonzor massivi, Lutfiy ko'chasida joylashgan. Telefonlar 55 520 99 00 77 348 99 00. Operatsiyadan avval qanaqa burunki bo'lishini ko'rsatish kerak. Chunki pasiyent bilish kerak. O'sha dokumentga qo'l qo'yish kerak. Men roziman shunaqa burun bo'lishga, yuzimga yarashdi deb. Chunki qiyshiq burunlar operatsiyadan keyin yuz to'g'rilanib qoladi, yuzda o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun ular zagran pasportini o'zgartirish kerak bo'ladi yoki men bergan vypiska bilan samolyotdan uchib ketish mumkin. Chunki ko'rsatiladi haqiqatan operatsiya bo'lgan deb. Asosiy holatlarda qanaqa ko'rsatsak, xuddi shunaqa burun chiqadi. Havoni taftidan, odamni aftidan bil degan naql bor. Yuzimiz ilk taassurot beruvchi ko'rinishlardan biri. Shuningdek, keyingi munosabatlarda ham o'z ahamiyatiga ega. Burun nafaqat yuz tuzilishida, balki sog'ligimizda, nutqimizda, nafas olishimizda muhim o'rin tutadi. Taniqli plastik jarroh sifatida Faxriddin Oblaqulov buni yaxshi biladi va ishiga jiddiy kirishadi. Doim ozgina burunni ko'tarib qo'yamiz, chunki yillar mobaynida tushishi bor. Bu burun bir marta qilinish kerak operatsiya. Har 10 yilda qilinmaydi. Bu qizimizda asosiy problemalardan bittasi nafas olishi yaxshi bo'lmaganligi. Misol uchun burnini ozgina ko'tarsa, yaxshi nafas oladi, ozgina ko'tarsa. Chunki mana bu tushganda ham klapan yopiladi. Ko'tarilsa nafas yaxshi bo'ladi. Burunda operatsiyasi birovlar unday mumkin emas, islomda mumkin emas, yo'q. Qancha men hoji akalardan shuni so'raganman. Agar o'sha jamiyatda yurishda muammo tug'dirsa, turmushga chiqishga xalaqit bersa, nafas olish yaxshi bo'lmasa, qiyshiq bo'lsa, boshqa islom ham bu ham sog'lik, ham go'zallik tarafdori. Shunday yaratilmagan, shunday tug'ilmagan. Travma olib, nafas olish qiynalib qolgan. Malakali mutaxassis, qo'li yengil shifokor bilan suhbatlashib, tibbiy maslahatini olmay ketsak yarashmas degan xayol bilan taklif va istaklarni so'radik. Dunyoda 90% odamda yo u bu darajada burnini ichi qiyshaygan bo'ladi. Lekin shuni 20% nafas olish qiyin bo'ladi, qolganlarida burun kattaligi boshqa hisobiga nafas olib yuraveradi. Burun to'sig'i qiyshayganligi uchun burnida nafas olish yaxshi bo'lmaydi. Oqshomlar xurrak otib yotadi, og'zini ochib yotadi. Doim bemorda charchoq hissi bo'ladi. Ko'pincha bosh og'riq, asablanish. Chunki burundan olinmagan kislorod o'sha o'pka sistemasida, bosh miya, burun mana shu sistemasida buzilish olib keladi-da, nafas olishda organizmga kislorod kirish kamayadi. Organizmda kislorod tanqisligi paydo bo'ladi. Shuning uchun birinchi miya sezadi, keyin yurak, buyrak, boshqa organlar sezadi. Odamda doimiy shunaqa kasalliklar paydo bo'ladi. Burun to'sig'ingiz qiyshiqmi? Uni to'g'rilab nafas yo'llarini ochib qo'ying. Buni o'zi 10 yil, 15 yil umringizda ko'payishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo ham aytgan ekan, sendan harakat, mendan barakat. Shuning uchun biz o'zimiz sog'lig'imizga o'zimiz harakat qilsak, ana shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Tibbiy madaniyatga amal qilgan odam sog'lom va uzoq umr kechiradi. Tanasida og'riq azobini, jismu jonida kasallik belgilarini sezishidan oldinroq o'ziga e'tiborli bo'lgan insonning kayfiyati ko'tarinki, ishlari unumli bo'ladi. Yangi ish boshlagan shifo maskani esa nafaqat kasallikni davolaydi, balki oldini olish yo'llarini targ'ib etadi. Juda ham kuchli talablar qo'yilyapti. Hozir klinikani ochish oson emas. 500-600 ta punktni to'g'ri bajarishingiz kerak. Kelgan komissiya 9-10 kishi har bittasiga belgi qo'yib chiqdiki, hammasi to'g'ri. Bekordan bekorga bu talabni qo'ymaydi. Avvalambor bemorlar uchun. O'zingga ravo ko'rganingni boshqalarga ravo ko'rsang, ishing o'ngidan keladi. Masalan, o'zim shu yerda bemor bo'lib yotsam, nimani xohlayman? Palatada yotsam, issiq suv, sovuq suv, dush, o'sha vannalar, yaxshi televizor o'tiradigan divan kreslolar, tashqariga chiqsam yaxshi sharoit, hamshiradan boshlab vrachlargacha yaxshi muomalada bo'lish, mana shular hammasiga nihoyatda e'tibor berishimiz kerak. Bizlar yana yuqori o'ringa chiqishimiz kerak. Hatto aytaman, mana chet eldan kelganlardan bugun agar mabodo kirsangiz, ruxsat bersa, suhbat qilishingiz mumkin. Ulardan haqiqiy hozir so'raysiz. Operatsiya прошла удачно. O'zbekistonga qizimning sog'ligidagi muammolar tufayli kelgandik. Jarrohlik amaliyoti ko'ngildagidek o'tdi. Avvalo bu shifo maskani hamda yaratilgan shart-sharoitlar menga juda yoqdi. Toza, ozoda, saranjon sarishtalik e'tiborimni tortdi. Zamonaviy mebellar, so'nggi rusumdagi ta'mirlash ishlari, dizayn, hammasi yuksak did bilan tanlangan. Tibbiy jihozlari ham shunga monand holda so'nggi rusumdagi kompyuterlashgan tarzda amalga oshirilmoqda.
Shu bois qizim bir kun ichida oyoqqa turdi. Yana shunisi yoqdiki, bizga bo'sh vaqtimizni ko'ngilli o'tkazish uchun Toshkent shahri bo'ylab sayohatni taklif etishdi. Bajonidil qabul qildik. Shu bahona yurtingiz beqiyos va betakror ekaniga guvoh bo'ldik. Mamnun kayfiyatda bir olam taassurotlar bilan yo'lga chiqish taraddudidamiz. Других стран. И хочу сказать только спасибо. Endi avvalga ishlagan joyim ijaraga olingan joy bo'lganligi uchun o'zim xohlaganday qurilish qilishga endi unaqa imkoniyati bo'lmagan. Niyat qilib yurardim. Juda ko'p chet ellarda bo'lganman. Italiya, Angliya, Finlandiya deymiz, Shveysariya deymiz, Fransiya deymiz, Turkiya, Moskva, Sankt-Peterburg, Kiyev, qaysi mamlakatlarda bo'lsam, shularning klinikalariga havas qilganman. Kelayotgan bemorlar uchun avvalambor yaxshi sharoit bo'lish kerak. Bemor o'zi operatsiyadan chiqqan holatda asabi nozik bo'ladi, organizm nozik bo'ladi. Ularga nihoyatda yaxshi sharoit bo'lish kerak. O'sha narsa bemorlarga yana ham kuch beradi. Tez sog'ayishga, reabilitatsiyani tezlashtirishga yordam beradi. 7 ta operatsiyani buloq qildik. Hammasi eng oxirgi apparatlar, asboblar qo'yilgan. Juda ko'p odamlar shu narkozdan ehtiyot bo'ladi. Narkoz qanday bo'lar ekan, narkozdan qanday chiqar ekanman, shunaqa vahmi bo'lsa, shuning uchun o'sha narkoz apparatlarida eng oxirgi rusumlarini oldik. Germaniya, Amerika, Yaponiya, boshqa mamlakatlardan. Lekin shunga mos bemor narkozga yengil kiradi, yengil chiqadi. Xuddi uxlab turgandek. Operatsiyadan keyin hech kimda bir dona soch ham to'kilmaydi, bosh ham og'rimaydi, ko'ngli ham aynimaydi. 5 minutdan keyin kecha operatsiyadan chiqqanlardan so'rang o'zini qanaqa his qiladi. Вообще, как я дошла, я выбирала среди большинства... Ishonasizmi, men kechagina jarrohlik amaliyoti stoliga yotgandim. Buni qarangki, operatsiyadan 5 daqiqa o'tib, hushimga keldim. Eng muhimi, o'zimni juda yaxshi sezdim. Hech qanday og'riq bilinmadi. Aksincha, shifokor va hamshiralarning e'tibori sabab yana ham yaxshi kayfiyatga tushdim. Angladimki, men dunyo tibbiyotidagi tajribalarni o'rganib, tanlovda adashmadim. O'zbekiston ham, klinika ham va malakali shifokorlar va jarrohlar ham menga juda yoqdi. Minnatdorchilik bilan chiroyli ko'rinishda, sog'lom holda uyimga qaytishimdan juda xursandman. Что это за доктор, какие работы есть и так далее. Demak, yaxshi joyda yaxshi kadrlar bo'lishi ishning sifatiga hamda faoliyatning samarasiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan sanaladi. Shuni inobatga olgan holda, avvalo mutaxassis shifokorlar va ishchi xodimlar tanloviga jiddiy e'tibor berildi. Natija esa ko'rib turganimizdek, harakatlar to'xtovsiz boshlanib ketdi. Ya'ni har bir yo'nalish bo'yicha tanish shifokorlarni izlab kela boshlashdi. Shart-sharoitlar, yaratilgan qulayliklar esa bemorlarning kayfiyatini ko'tarib, salomatligi tiklanishini tezlashtirishga yordam berdi. Kitoblar sotib olamiz, internetdan foydalanamiz. Har 3 oyda har xil mamlakatda konferensiyaga borib, yana ham o'zimizni bilimimizni chuqurlashtiramiz. Toshkent shahrida zamonaviy Fomid klinikasi ochildi. Fomid klinikasi ko'p tarmoqli bo'lib, barcha kasalliklar bo'yicha eng zamonaviy usullarda, eng so'nggi tibbiy jihozlar bilan xizmat ko'rsatiladi. Salomatligingizni Fomidga ishoning. Siz Fomidga yo'l oldingizmi? Bu eng aqlli va to'g'ri tanlov. Fomid klinikasi manzili Uchtepa tumani, Chilonzor massivi, Lutfiy ko'chasida joylashgan. Telefonlar 55 520 99 00 77 348 99 00. Yotadigan kasallar bor, tepada zo'r palatalar bor, o'tib yotib davolanadi. Kelib ketadigan kasallar bor. Misol uchun keladi, diagnostika qilamiz, oldin bitta dori-darmon oladi, nina oladi, fizioterapiya oladi, keyin 1 soat 2 soat yotib, keyin ketadi. Hammasi sharoit. Bunaqa sharoit ham kasalga qulay, ham doktorlarga qulay. Mutaxassislar hammasi bor. Kardiologdan boshlab, lor, endokrinolog, plastik xirurg, misol uchun yurmaysiz. Barcha topkur bor, bu yoqqa borib kelgan, mana konsultatsiya qilib kelgan, boran rentgen qilib kelgan, rentgen ham bor uni qilib kelgan, uni qilib kelgan deyilmaydi. Faqat bemorlarga. Menga ham qulay keladi. Nimaga siz o'sha diagnozini, tashxisini tezroq qo'yaman. Men tezroq diagnozga tashxis qo'ysam, o'shandagina tezroq davolanish ham tezroq bo'ladi. Вначале, говорю, я вообще даже разговаривать не могла. Men 2 oy avval umuman yura olmasdim. 1 oy oldin o'g'lim meni doktor Azamatga olib keldi. Boshida o'zi ko'tarib kirgandi.
Bu yerda fizioterapiya bo'limida igna qo'yish muolajasini boshlashdi. To'g'risi, o'shanda yurib ketishimga unchalik ishonmagandim. Hozir hassa tayoq bilan o'zim yura boshladim. Sekinasida butunlay sog'lom hayotga o'tishimni aytishdi. Shunday yaxshi sharoitlarni bunyod etgan ishbilarmonlarga, qo'li yengil shifokorlarga va eng muhimi davlatimizga rahmat aytgim keladi. Chunki yaxshi odamlar va sharoitlar bo'lmaganda oyoqqa turishim qiyin kechardi. Bular misol uchun insult kasali mana tiklanish vaqti qancha vohliroq boshlansa, o'shanchagina tezroq kasal tuzaladi. 1 oy bo'lgan bo'lsa, 1 oyda yurib ham ketdilar, qo'l oyoq ishlab yurib yaxshi bo'ldilar. Mashg'ulotlarni o'rgatganmiz, uyda qiladi. Bemorlar nimadan qiynaladi? Sarson sargardonlikdan, navbat kutishdan, tashxis javobi chiqquncha sarg'ayib, shifoxona qatnashdan. Keyingi yillarda inson omili masalasi ustuvor mavzuga aylangani sabab har sohada qulayliklar yaratilmoqdaki, bu xalqimizning og'irini yengillashtirib, uzog'ini yaqinlashtirib, ishini osonlashtirishga xizmat qilmoqda. Bu yerda ham ana shu holat ko'zga darrov chalinadi. Oxirgi 5 yilda shunaqangi jadal bizlarda tibbiyot rivojlanib ketdiki, o'sha yangi texnologiyani qo'rqmasdan hamma klinikalar olib kirishni boshladi. Qonsiz operatsiyalar qilish, sindirmasdan, kesmasdan operatsiyalar qilishni boshlagandan keyin O'zbekistonda meditsina obro'yi oshib ketdi. O'sha doktorlar o'rtasida gap bo'ladi. Qaysi mamlakatda shunaqa operatsiyalar yaxshi qiladi? Shuning uchun oxirgi paytda ko'z tegmasi butun hamdo'stlik mamlakatlariga kelgan patsientlarni ko'rasiz. Armanistondan kelgan bor, Gruziyadan kelganlar bor, Dog'istonlik bor yotibdi. Rossiyaning ko'p joylaridan kelgan Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirskdan kelganlar bor. Меня зовут Бешлев Орхан Рафетович, я врач-пластический хирург, приехал с Новосибирска, именно в Ташкент. Men Rossiyadan keldim. Doktor Faxriddin haqida eshitib, uning ishlarini va tajribasini o'rganish niyatidaman. O'zbekistondagi tibbiyotga bo'layotgan e'tibor va shart-sharoitlar menga yoqdi. Yangi klinikadagi dunyo standartlari darajasiga javob beruvchi imkoniyatlar xalq uchun ham, tibbiyot xodimlari uchun ham qulaylik tug'diradi. Yana ham rivojlanishimiz kerak. Bu yerda konferensiya zallar tashkil qilganmiz, bu yerda ko'p hali yig'inlar, leksiyalar o'tkazamiz. Hozir bizlar shartnomalar tuzdik, Germaniyalik juda mashhur vrachlar bilan tuzdik. Keyin Kuvaytdan kelishyapti, Amerikadan kelishadi, Turkiyadan. To'g'risini aytish kerak, ba'zi bir operatsiyalar o'sha mamlakatlar bizga qaraganda sal jadalroq rivojlangan. Shuning uchun mana shu bariatrik operatsiya deymiz yoki o'sha oyoq bo'g'im sistemasi, suyak sistemasida ishlaydigan travmatologiya, ortopediya operatsiyalari bor. Endi ba'zi bir orki o'sha narsalarni bizlar o'sha professorlardan shartnoma tuzganmiz, kelib ular ham operatsiyalar o'tkazadi. Tajriba almashgani ma'qul. Hozir biz klinikamiz Moskvada klinikasi bilan shartnoma tuzyapmiz. Endi bizlar o'sha joyda operatsiya qilamiz. Astonada, Almatada shartnoma tuzyapmiz. Bizning vrachlarimiz ularga talab katta bo'lgani uchun ba'zi bir paytda borib, bir yilda 1-2 marta qaysidir mamlakatga borib biz operatsiya qilib kelyapmiz. Shu paytgacha bundan keyin uni davom ettirmoqchimiz. Chunki maqsad o'sha joyda faqat operatsiyaga o'rgatib qo'yish emas, o'sha joyda bemorlar bilan konsultatsiyalar o'tkazamiz. Biz bilan suhbat qurgandan keyin hammasi keyingi haftadan boshlab uchib keladi. Keladigan patsientlarni ham aeroportdan kutib olamiz, olib kelib joylashtiramiz, klinikada joylashtiramiz, xohlovchilarga yaxshi gostinitsalar tayyor qilamiz. U ham mayli, bizda operatsiyamiz maloinvazivniy bo'lgandan keyin bemor 1 kun 2 kundan keyin o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Lekin birdan samolyotga uchib ketishga ruxsat yo'q. Chunki qon ketib qolishi mumkin boshqasi uchun ular 5-10 kun O'zbekistonda qolish kerak. Shunday paytida turistik juda ko'p kompaniyalar bilan biz shartnoma tuzyapmiz. Ular bilan sekin ish boshladik. O'sha bemorlarimiz Toshkent shahrida aylanadi. Toshkent shahrida aylanish uchun ham 2-3 kunlik programmamiz bor. Tarixiy joylar, yangi joylar, Tashkent City, Magic City shunaqa joylarda aylanish uchun 3 kun programmamiz bor. Unda aylanadi. Undan keyin bemorlar bir haftadan keyin ancha o'ziga kelgandan keyin Afrosiyob orqali Samarqand, Buxoro, agar kuchi yetsa Xivaga borib sayohat qilish. 80% kelgandan hammasi O'zbekistonning tarixiy joylarini o'rganadi. Shu bahona tibbiyot turizmini rivojlantirishga juda katta hissa qo'shib kelyapti. Bundan keyin u narsa yana 5 barobar, 10 barobarga oshishi aniq. Tibbiy turizmni yana rivojlantiramiz. Davlatimiz siyosatini qo'llab-quvvatlab, qaysi sohada bo'lmaylik, oz bo'lsa-da hissa qo'shish uchun intilib, yangiliklar yaratish uchun izlanib yashash yaxshi-da. O'tgan yili bizlarda 8 milliondan ortiq turist kirib kelgan. Aprel oyida rekord 1 milliondan ortiq turist kirib kelgan. Ishoning ana shu turistlarning juda ko'pchiligi minglab, 10 minglab har xil operatsiyalar qilib chiqib ketyapti. Hattoki maqtanish mumkinki, bizlarda o'nlab vrachlarimiz bor. O'sha dunyodagi eng mashhur qatoriga kiriladi. Bekarna bekaga bizlarda ham olib borib
dunyoda eng katta konferensiyalarda leksiya o'qitilmaydi. Mana biz kitoblar yozyapmiz, boshqalar qilyapmiz, monografiya yozish bu oson emas. Butun dunyo mana men yozgan kitoblarim hozir Osiyocha burunda funksional rinoplastikasi. Hozir mana London, Amerika, Yaponiyada kitoblarni ular sotib olishdi. Undan tashqari yana maqola talab qilishdi. Men maqola ham yozib berdim. Keyingi vaqtda tibbiyot maskanlarida nafaqat yurtdoshlarimiz, balki chet elliklarni ham tez-tez uchratish mumkin. Ular sog'ligini tiklash uchun kelishadi. Shu bahona ham davolanib, ham dam olib, ham sayohat va ziyoratga ham ulgurishi uchun imkoniyatlar yaratilganligi ishbilarmonlik va vatanparvarlik ko'rinishlari bo'lib tuyuladi. O'zbekiston bu. Shuning uchun agar hamma o'zicha chin dildan vijdonan mana shu narsaga e'tibor berib qolaversa, uzog'i 4-5 yilda, mayli 10 yilda O'zbekiston eng rivojlangan mamlakatlarga kiramiz. Odamlar o'ylaydi-da, davlat bizga nima berdi deb. Hisoblab chiqsak, milliardlab pul ketayotgan O'zbekistonda fuqarolarning sog'lig'i uchun. Biz bilmaymiz qancha vaksinalar va u vaksina milliardlab pul ketib qoladi. Yoki qancha uni oldini olish uchun, boshqalar uchun, ekologiya uchun, mana hammasi sog'liq uchun davlat o'zini tomonidan bizga ko'rinmaydigan tomondan juda ham ko'p katta xarajatlar qiladi. Juda ko'p vrachlarni o'sha chet ellarga bepul o'qitilib keladi. Bu juda katta pul. Samolyotidan boshlab o'sha pullargacha hammasida keyin tajriba almashinuv uchun qancha vrachlarni jo'natadi, ular keladi. Mana shunga o'xshagan juda katta xarajatlar bo'ladi davlat tomonidan. Bu bir shu uchun albatta yaxshi xususiy klinikalarni rivojlantirishga e'tibor berildi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha xususiy klinikalarga keladigan uskunalarda, apparatlarda solig'ini ancha kamaytirdi. Kirib kelayotganda to'lanadigan to'lovlarni ancha kamaytirdi. Bu juda bizlar uchun katta bu narsa. Chunki bitta apparatni o'zi misol uchun biz $100,000 sotib oladigan bo'lsak, solig'i ancha katta summa bo'ladi. O'zi apparatni o'zi qimmat. Yana soliq to'lash, yana bu opga kirib boshqa qilgancha klinikalar o'rtasida sog'lom raqobat bo'lishi kerak. Yomon raqobatda emas, to'g'ri raqobatda bo'laylik. Sizda qaysi operatsiya yaxshi keladigan chet elliklarga biz sizga jo'nataylik. Yoki zinoplastika sizda bo'lmaydi. Jo'nating biz qilaylik. O'zbekistonga kirib kelgan bemorlar O'zbekistonda yo bu klinikada hammasi davosini topib xursand bo'lib chiqib ketish kerak. Bizlar sog'lom raqobat qilaylik. Biz hamma o'zbek farzandimiz. Baribir yaxshilikda gap ko'p. Yomonlatisini baribir 2 barobar keyin qaytardi. To'g'risini aytish kerak, avvallari budjet sistemida ishlaydigan hamshiradan boshlab vrachlargacha juda oylik kam edi. Aytib o'tish kerak buni. Mana hozir kecha prezidentimiz qishloqda ishlaydigan hamshiralar, vrachlar hattoki $1,000, $2,000 kam oylik olmasi kerak. Chunki ular boshqa narsaga xayoli bo'lmasdan faqat o'sha tibbiyotni rivojlantirish uchun, bilimini rivojlantirish uchun, bemorlarni davolash uchun fikrini bitta joyga jam qilib qo'yish kerakdir. Chunki mana ko'rdingiz, hozir byudjetda ishlaydiganlarda ham oyligi ko'tariladi. Albatta, kelgan mehmon avvalo dardidan forig' bo'lishni o'ylaydi. Qolaversa, beixtiyor atrofni kuzatib ko'z tashlaydi. Bu yerda ko'rgan taassurotlari O'zbekiston to'g'risida tasavvur bilan ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois ham har bir shifokor ko'rikxonasi dunyo standartlari darajasida qulaylikka ega bo'lgan tarzda bezatilgan. 7 ta turli sohalarga ixtisoslashgan jarrohlik xonalari, rentgen tekshiruv xonasi va 3 ta turli tibbiy tahlillar xonasida eng so'nggi rusumdagi tekshiruv jihozlari o'rnatilgan. Kelgan insonlarga nafaqat tashqi o'zgarish, sog'liq bo'yicha o'zgarish, balki bosh og'risa ham yoki misol uchun ginekologik muammo bo'lsa ham hammasida qarash oladigan imkoniyat qila olamiz, kengaysak deb aytganlarda xursand bo'ldim, ochig'ini aytsam. Va ochilishimizda boshqa mutaxassislar bilan tanishganimda ham xursand bo'ldim. Haqiqatan o'zini ishini ustasi bo'lgan insonlar yig'ilgan. Ya'ni har bitta mutaxassis o'zini auditoriyasiga, o'zini patsientlariga, bemorlariga, o'zini o'rniga albatta ega bo'lgan mutaxassislar. Bizda ko'pincha so'rashardi, ginekolog bilan birga ishlaysizmi deb, jarroh bo'lganligim uchun ayol shifokorlarni qidiradiganlar ham ko'p bo'lardi. Bu yerda hozir haqiqatan ham ayollar jamoasi yig'ilgan desak bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan murojaat qilishsa bo'ladi. Men o'zim shaxsan o'zi ilmiy ishim ham ko'z kasalliklari bo'yicha bo'lgan va ko'z qovoq plastikasida aynan ishim boshlangan. Hozirgi kunda o'sha malaka oshirishda albatta ko'krak, qorin va tanani boshqa qismlari, a'zolari bo'yicha o'zgarishlar bo'lganda yordam bera oladigan holatda faoliyat davom ettiraman. Toshkent shahrida zamonaviy Fomit klinikasi ochildi. Fomit klinikasi ko'p tarmoqli bo'lib, barcha kasalliklar bo'yicha eng zamonaviy usullarda, eng so'nggi tibbiy jihozlar bilan xizmat ko'rsatiladi. Salomatligingizni Fomitga ishoning. Siz Fomitga yo'l oldingizmi?
Bu eng aqlli va to'g'ri tanlov. Fomet klinikasi manzili Uchtepa tumani, Chilonzor massivi, Lutfiy ko'chasida joylashgan. Telefonlar 55 520 99 00 77 348 99 00. Bu klinikaga kelishimdan maqsad tepa va pastki qovog'imni oldirish, chunki yosh o'tgan sari yig'ilib osilishlar bo'layotgani uchun operatsiya qildirgani keluvdim, oldirgani. Menga yoqdi, bu yerda qabulxonada ham juda ham qizlarning muomalasi juda chiroyli, o'zligi billa yurib qilib berishyapti. Keyin analizlarni topshirdik. Hamma narsa klinikaning o'zida bor ekan. Sharoitlari juda ham zo'r. Boshqa joylarga borib ovora bo'lib yurmaysiz. Qulay bo'ldi menga. Qulayliklari juda ham zo'r. Keyin muomala juda yaxshi ekan hamma xodimlarida. Hozir operatsiyaga kiramiz. Bugunning o'zida hal qilib hammasini Xudo xolasa chiroyli bo'lib ketamiz. Necha kun yotasizmi? Yo'q, yotmayman. Bugunning o'zida qilinadi, ketaman. Analizlarni kutdik, javoblari chiqishini. Endi hozir olib kirib ketsalar, 2 soatlarda, 2,5 soatlarda bo'ladi dedilar. Bir haftadan keyin kelib, ipini oldirar ekanmiz, bo'ldi. Hamma narsa hal bo'ldi bir kunda. Vaqt masalasi ham, yurmaymiz. Klinika juda ham chiroyli, toza, ozoda, sharoitlari ham zo'r, zamonaviy ko'rinishlari ham. Tibbiy jihozlar, xizmat ko'rsatish, hammasi a'lo darajada. Zilola operatsiyaga kirib ketdi. Biz ham shifokor bilan jarrohlik amaliyotida ishtirok etish uchun ularga ergashdik. Xotirjamlikda, halovat bilan ishni oxiriga yetkazishganiga guvoh bo'ldik. Bu orqali bir insonning roziligi va minnatdorchiligiga erishildi. Aslida klinika faoliyatidagi asosiy maqsadlardan biri ham shu. Ko'p tarmoqli salomatlik maskanida tibbiy muolajalarning barcha turlari asosida istagan kasalliklar bo'yicha davo olib boruvchi mutaxassislar ana shu ezgu niyat bilan ish boshlaganiga shubha yo'q. Har xil turdagi miokarditlar, yurak yetishmovchiliklari, yurak aritmiyalari to'g'risida shug'ullanishni boshladik. Bizning klinikamizda yurak xastaliklarini tekshirish usullari bu laborator va instrumental tekshiruvlar, UZI diagnostikasi, sutkalik qon bosim monitoringi, Holter monitoringi, treadmill test, VEM tekshiruvlari qilinadi. Demak, stentlash amaliyotlari o'tkazilgandan keyingi bemorlarga ham bizda statsionar davo yo'lga qo'yilgan. Aytgancha, bu yerda bolalar kasalliklari bo'yicha ko'rik va davo muolajalari ham olib boriladi. Tug'ilgandan to 18 yoshgacha bolalarni qabul qilamiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'rigi bor, o'tish davridagi bolalar ko'rigi bor hamda o'sfirin yoshdagi bolalar ko'rigimiz mavjud. Asosan biz o'sha shamollashlar, previvkalar, to'g'ri kasalliklar bilan kurashish, vitaminlar bilan ko'proq biz ishlaymiz. Kerakli tekshiruvlar, laborator tekshiruvlarimiz bor, diagnostikalarimiz bor. Yana bunga kiradi rentgen, UZI tekshiruvlarimiz bor. Shu tekshiruvlardan o'tkazib, qo'shimcha yana vrachlarning ko'rigidan o'tkazib, umumlashtirilgan holatda davolash muolajalarini farzandlariga yozib beramiz. Birinchi farzandi uchun shifokor bu albatta onalar bo'ladi. Chunki onalar butun jismi bilan, ruhi bilan bolasini qanaqa o'sib katta bo'layotganini biladi. Harakat qilamiz, qaysidir paytlarda har xil chegirmalar e'lon qilishga, kam ta'minlangan oilalar bor, boshqa bir mahalladan sifat olib kelsa, ularga ma'lum bir yengilliklar yaratib berishga harakat qilamiz. Chunki xalqda duosini olishga klinikamiz o'sha jahon talablariga mos bo'lib qurildi-mi? Demak, jahonga ham nomi chiqish kerak bo'ladi. Bunga o'xshagan O'zbekistonda juda ko'p yaxshi klinikalar bor, o'nlab klinikalar bor. Haqiqatan jahonga nomi chiqqan, har tomonlama rivojlangan bo'lishimizga ana shunda o'ylaymanki yaxshi bo'ladi. Taraqqiyot yangilikka intilishning samarasi, rivojlanish imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanib, izlanish natijasi. Maqsadga erishish esa tinimsiz mehnat, to'xtovsiz harakatlar hosilasi. Bu yerda ana shu natijani ko'rdik. Tadbirkorlikka berilgan e'tibor, davlatimiz tomonidan ish boshlash uchun oldindan kreditlar berish, oyoqqa turib olish uchun imkoniyatlar eshigining ochilishi. Bular hammasi mamlakat taraqqiyoti bilan uzvilikda bog'langan.
shu yer, shu yurt, shu el manfaatini ko'zlab qilingan sharoitlardir. Faqat qonun qoidani bilib, o'z haq-huquqidan to'g'ri foydalanib, ezgu niyatni ko'ngilga tugib, yaxshilik sari intilganlarning yo'li ravon bo'lib, ishlari baroridan kelaveradi. Doktor Faxriddin va uning hammaslak sheriklari, hamkasblari, ustoz va shogirdlari ana shu to'g'ri yo'ldan adashmay, nurli, yorug' manzil sari og'ishmay boraveradilar.